Xossadur akamga bitta savol beramiz. Qarang. Men sizga eng ko'p beradigan savollardan biri. Menga yoqmaydigan savoling bor bitta. Xo'sh? Menga uylanmaganingizni kimga uylanardingiz desang. Bunday bir jonim ketgan. Bir kuni necha marta so'rayman. Bunga bo'lmaganda bir 5 marta eshitaman bu savol. Bo'sh qolding deguncha savolni berasan. Shu savolga haligacha javob olmaganman. Javob berganman-ku. Nima? Agar senga uylanmaganimda darvish bo'lib tog'da qo'y mol boqqan chiqib ketgan bo'lardim tarqi dunyoda. Har doim shunaqa deydi, ishoninglar. Menimcha hamma ayollarning turmush o'rtog'i shunaqa desa kerak. Agar niday boq kimnidir ismini aytib qo'ysa yoki kimnidir aytib qo'ysa bo'ldi. Hayotini oxirigacha shu insonni aytib o'tishimizni bilishadi. Shuning uchun men sendan boshqasiga uylanmasdim derdi. Fikr bo'lmaganda, boshqa inson bo'lmaganda. Axir bilmaysiz, siz-ku meni tanimagansiz o'sha payt.